Tamam mı sorayım? Ersalan aldın günüm, Ersalan araya yol, Ersalan ustazlar. Yarasıya bağlı. Oturma. Kim 10 bal alsa şu vaqtda 5 degan so'z. Kelasi savolimiz. Qandaq bo'ldi? Javob berdigan Mabay va Aida. Qandaq bo'ldi? Kan buldum, kızıl susuz. Suyuq, yaraysiz, o'tiring. Qand bo'ldi deganimiz nima? Bizga javob berdigan Valerika Salim. Bu dilimiz o jüretinin sokuluşu. Yaraysan, o'ta. Qani, fanning to'liq javob beramiz. Mende çıktı su. Qani, kesatganamiz. Balarimiz. Unda qanaqa narsa yashirilibdi? Suv. Qarang, sizda nima yashirilgan ekan? Surat qarang. Aha, chiroqlaydim. Va kreslo. Kimning surati yashirilgan? Qani bolalar jang yordam ketadi. Kelasi savol. O'tgan darsimizning besh texnologiyasining elementi qarama-qarshi savollar orqali qaytlaymiz. Suratda hozir men savol qo'yman, kimning surati chiqadigan bo'lsa, shu bola javob beradi. Qani, buning uchun biz sizlar chiroq siri orqali narsalarimizni tepish kerak. Oldinlarda, sizlarning oldinlarda nima ko'ryapsizlar? Bu bizda chiroq va kimyo kalkulyator qaraman. Qani kesnumaran qo'llan ko'taraman. Durust, yarasın. Bu qadimki kalkulyator emas. Buning ichida qanday narsalar yashirilganini aytaylik. Valerikov, qani Mende çıktı gaz. gaz, yaraysiz. Qani kesnumaran qanday gaz? Aha, yaraysiz. Durust. Kelasi bizga kim? Benim de bulut. Qani kesnumaran bizga. Yaraysiz. Bu bizda bulut. O'tiring. Mende kristal. Kristal yoki almas. Almas yaraysan. O'ta. Kar. Ha, yaraysiz. Nimaga buni deyam? Nimaga? Qar. Qar. Aha. O'tiring. Miyot qanaqa bo'ldi o'ybo'chi? Ha? Hasal. O'tiring mayli. Yaraysa, bora biz hammamiz yashirilgan narsalarni topdik. Endi shu topshiriqni o'rnlab moddalar halida laboratoriyaga keldik. Moddalar laboratoriyasining Assalomu bolalar. Moddalar halida laboratoriyasiga xush kelibsizlar. Bolalar, sizlar atib chiqqan narsalar va bizni qo'shib turgan barliq narsalar modda deb ataldi. Bugun biz sizlarga moddalar qanday bo'lgan mavzusiga tadqiqot yurgizamiz. Maqsadimiz moddalarning kelib chiqishi va agregat hayoti bo'yicha farqlashni. sizlar tadqiqot yurgizishga tayyormi? Yani. Bugun biz sizlardan nimani tadqiqot qilamizga? Madılar. Modda deb ataladi ekan. Modda. Yaraysa. Qani, bugun bizning mavzuga farqlashni bilishimiz kerak. Qani bola daftarimizni va kitobimizning 65-betini ochamiz. Daftarimizni kitobimiz. Ichma 65-bet. Qancha chaqmoq tashlaymiz astiga? 4 chaqmoq. Qanday bo'ladi? Yezib bo'lganlar qo'lini ko'taramiz. Daftarimizga chiroyli hamma zihnimizni Bu yerde suyu, gaz ve ve qatiq. Shunaqami? Yaraysiz. Sizlar atgan narsalar durust bo'ladi. Shuning uchun sen hammaga ibodat qo'yib berman. Sizlar sxema bo'yicha ishlatingizmi? Buni sxemamiz bo'yicha ishladingmi? Nimishga? Suv, bulut ve muz. Nimishga? Qani, men kim javob
qanaqa narsa yasalgan? Robot. Suvning qani? Kelasi surat qanaqa? Bizga berilgan suv, asal va bo'yoq. Shundaqmi? Kelasi bizniki qaraymiz. Bu bizda gaz. Nimishga sharni surtdi yasalgan? Çünkü demonstratsiya usuli orqali men sizlarga ko'rsataman. Sizlar bu Повторяй, и ты за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, выше глаз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, еще раз. Раз, два, три, chiroyli gazman. Javob beradimi? Qo'rqmanglar. Qatiq, suyuq va gazman. Balalar, manda ayda bo'yicha 3 turga bo'linadi. Qatiq, suyuq va gazman. Agarda manda 3 turga aylansam, bu maddaning abreviatorlari deb ataladi. Masalan, xush kelibsizlar. Bu laboratoriyada biz sizlar bilan Hipotezimizni chiqaramiz va tajriba retida taxtaga chiqib ko'rsatamiz. Qaranglar, sizlarga mayli yozilgan. Bizga berilgan narsani yozinglar. Maksad modlarni bir-biriga ta'sirini aniqlash va gipotezani sizlar o'sha yerga chiqib tajriba ko'rsatgandan bilan o'ylanamiz. 1-2 minutdan sizlarga berman, o'ylaninglar. Ana sizlarga ilaman. Suv va qand. Nima solasiz? Sara. Shundan ne qo'llamoqda? Erkakni do'stlar. Nimishga erkakni? Bilashtirma do'stlar. Erkakcha. Erkakni suv qanaqa? Shundan gipoteza qanaqa sizlarni? Suv bilan qandni suvga aralashtirganda Aslan çıkıdan erkekten suyu su tatlı bulundu. yaraysa